Vengriyaning Debrecen universitetiga tashkil qilingan stajirovkalar tanlovida ishtirok etdim va g'olib bo'ldim. Langendorf apparatida sichqon yuragini ulab, o'sha yurakka moddalar qanaqa ta'sir qilishini ular bizga ko'rsatib berdi. So'nggi yillardagi turli ilmiy jurnallardagi adabiyotlardan ushbu ma'lumotlar ma'lum. O'sha ko'krak bezi saratonini yashovchanligini kamaytirib bergan moddalar ayni damda yurakning sog'lom normal hujayralarini o'ldirmadi. Bugungi kunda olma saraton hujayralariga nafaqat samarali ta'sir ko'rsatadigan, balki sog'lom hujayralarga kamroq zarar yetkazadigan dori vositalar ustida ishlamoqda. Xalqaro hamkorlikda olib borilayotgan ushbu natijalar esa muhim ilmiy yutuqlardan biri bo'lmoqda. Men Nurxo'ja Muhammedov, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Bioorganik kimyo instituti katta ilmiy xodimiman. 2025-yilda O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan Vengriyaning Debrecen universitetiga tashkil qilingan stajirovkalar tanlovida ishtirok etdim va g'olib bo'ldim. 2026-yilning 16-fevralidan 30-martigacha bo'lgan muddatda 1,5 oy davomida, demak, Debrecen universitetining farmatsiya fakultetida stajirovkani o'tadik. Bu stajirovka davomida juda ham ko'p ilmiy va amaliy ko'nikmalarga ega bo'ldik. Xususan, shaxsan o'zim orttirgan katta tajriba bu hujayra laboratoriyasida bo'ldi. Hujayra laboratoriyasida turli saraton hujayralari va sog'lom hujayralar ustida o'zimiz bu yerdan olib borgan, demak, tadqiqot obyektlari bo'lgan moddalarni sinadik, ularning hujayralarga ta'sirini o'rgandik, hujayralarning yashovchanligiga qanday ta'sir qilyapti, ular o'lyaptimi yoki tirik qolyaptimi va hokazo tadqiqotlarni amalga oshirdik. Bundan tashqari Langendorf apparatida sichqon yuragini ulab, o'sha yurakka moddalar qanaqa ta'sir qilishini ular bizga ko'rsatib berdi. Fizik tadqiqot usullari yordamida moddalarning strukturalarini o'rganish kabi ishlarni ham amalga oshirdik. Endi aniqroq aytadigan bo'lsak, demak, biopolimerlar asosida tabiiy dorilarning texnologiyalarini yaratish laboratoriyasi hisoblanadi va hozirda olib borayotgan tadqiqot obyektimiz O'rta Osiyodagi turli zaharli hayvonlarning zaharlari. Ya'ni biz bir necha turdagi ilon, chayon, qora qurt emas, umuman o'rgimchaklar va baqa zaharidan turli biologik faol moddalarni ajratib olamiz va ularning dori vositasi sifatida ishlatilish imkoniyatlarini tadqiq qilamiz. Demak, bir necha yillik faoliyatimiz davomida biz turli demak hayvon zaharlaridan shunaqa moddalarni turli tozalash, ajratish usullari yordamida tozalab ajratib olganmiz. Bu moddalarni demak Vengriyaning Debrecen universitetiga olib borib sinovdan o'tkazdik va ushbu moddalar orasida eng yaxshi natija ko'rsatgani bu baqa zaharidan ajratib olingan bufodienolitlar deb umumiy nom bilan nomlanadigan moddalardan biri arenabufagin degan moddani kimyoviy yo'l bilan yana ozgina o'zgartirishlar qilib olingan hosilalari bo'ldi. Endi nima uchun biz bu arenabufaginni kimyoviy yo'l bilan modifikatsiya qilganmiz degan savoldan kelib chiqaylik. Avvalambor sababi bufodienolitlar kardiotonik steroidlar hisoblanadi. Ya'ni soddaroq aytadigan bo'lsak, yurak faoliyatini tezlashtiruvchi moddalar hisoblanadi. Ushbu moddalar issiqqonli hayvonlar organizmida, xususan insonni yuragini, pulsini oshirib yuboradi. Shu holatda bu moddalarni aritmiya kasalligida ishlatish mumkin, antiaritmik vosita sifatida. Yoki yuragini pulsi tushib ketgan odamlarni pulsini ko'tarish uchun ishlatish mumkin. Va boshqa tomondan ushbu moddalar saratonga qarshi ishlatilishi mumkinligi haqida so'nggi yillardagi turli ilmiy jurnallardagi adabiyotlardan ushbu ma'lumotlar ma'lum. Demak, ushbu moddalar ikki xil xususiyatga ega bo'lyapti. Birinchidan, yurakni dukullatib yuborish mumkin, ikkinchidan saratonni o'ldirish mumkin. Endi saraton kasalligi juda ham aktual muammo bo'lganligini hisobiga biz bu moddalarni saratonga qarshi ishlovchi dori vositasi sifatida qo'llaydigan bo'lsak,
bu moddalardan samarali qo'llashga haligi ularni yurakka ta'sir qiluvchi xossasi xalaqit beradi. Shuning uchun ushbu yurakka ta'sir qiluvchi kardiotonik xossasini yo'qotish maqsadida bu moddalarga bir oz kichik kimyoviy o'zgartirishlar kiritganmiz. Kimyoviy sintez yo'llari bilan. Buni albatta jamoa bo'lib ishlaymiz. Jamoamizdagi Mahmudjon Hakimov, Muzaffar Qayumov kabi ilmiy xodimlarimiz amalga oshirishgan va o'sha kimyoviy yo'l bilan o'zgartirilgan moddalarni men demak tadqiqot obyekti sifatida o'sha Debrecen universitetini farmatsiya fakultetida sinovdan o'tkazdim. Va shu ma'lum bo'ldiki, o'sha kimyoviy yo'l bilan o'zgartirilgan arenabufagin moddasining hosilalari boshlang'ich arenabufaginga nisbatan yuqoriroq natijalarni ko'rsatdi. Ya'ni juda kam dozada MCF7 deb nomlanadigan ko'krak saratoni hujayra liniyasining yashovchanligini pasaytirdi. Bu nanomolyar konsentratsiyada ishladi. Nanomolyar konsentratsiya, ya'ni bu nanomol 1 litr eritmada. Endi albatta u yerda hujayrada ishlayotganda 1 litr emas, mikrolitrlarda ishlanadi. Demak, juda ham kam miqdordagi, nihoyatda kam miqdordagi modda samarali, demak, natijalarni bergan. Endi bu yog'iga sinab ko'radigan hali testlar talaygina, sababi birgina bu natija bilan bo'ldi. Demak, bu moddalar endi saratonni bartaraf qilar ekan, bo'ldi. O'zbekistonda ko'krak bezi saratoni muammosi hal bo'ldi degani emas albatta. Sababi hali aytganimdek, yurakning pulsini oshirib yuborish xossasi yo'qoldimi, yo'qolmadimi, buni hali aniq bilmaymiz. Sababi buni tekshirishga imkoniyatimiz bo'lmadi va ozgina vaqt yetishmay qoldi bizga. Ammo yurakning sog'lom hujayralarini o'ldiryaptimi, yo'qmi, buni sinash imkoni bo'ldi. Bizni xursand qiladigan jihati o'sha ko'krak bezi saratonini yashovchanligini kamaytirib bergan moddalar ayni damda yurakning sog'lom normal hujayralarini o'ldirmadi. Bu yaxshi natija albatta, lekin bu ularning kardiotonik faolligi yo'qoldi degani emas. Va hozirgi kunda bu testlarni amalga oshirish uchun birinchi navbatda shart-sharoit yaratish ustida ishlayapmiz. Shart-sharoitni yaratib olganimizdan keyin albatta ushbu testlarni amalga oshiramiz. Ana undan keyin oldinda ushbu moddalarni hayvonlarda sinash, undan keyin klinik tadqiqotlar turibdi. Bu juda ham katta, uzoq muddat talab qiladigan va mashaqqatli yo'l hisoblanadi. Umid qilamizki, hozirgi olingan boshlang'ich natijalarimiz, demak, kelajakdagi olinadigan muvaffaqiyat, kelajakda erishiladigan muvaffaqiyatimiz uchun asos bo'ladi.